O'zbekiston tibbiyotidagi islohotlar natijasida so'nggi yillarda sohada salmoqli yutuqlarga erishilmoqda. Sog'liqni saqlash tizimini yaxshilash evaziga aholiga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish darajasi ortmoqda. Tibbiyot muassasalarining moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib, zamonaviy ilg'or davolash usullari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Tibbiyotda axborot texnologiyalarini keng qo'llash, ayniqsa elektron sog'liqni saqlash tizimini joriy etish, xizmatlarni onlayn tarzda olish imkoniyatlarini yaratish kabi loyihalar yo'lga qo'yildi. Bu esa tashxis qo'yish va davolash jarayonlarini tezlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Profilaktika va erta aniqlash dasturlari orqali yuqori xavfli kasalliklarning oldini olish, shuningdek aholini muntazam tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari kuchaytirildi. O'zbekistonda tibbiy ta'lim sifatini oshirish maqsadida kadrlar tayyorlash tizimi qayta ko'rib chiqildi. Zamonaviy tibbiyot talablariga mos keladigan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashga qaratilgan dasturlar va xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik orqali xalqaro standartlarga mos ravishda kadrlar yetishtirilmoqda. Bu islohotlar O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasini modernizatsiya qilish va aholini tibbiy xizmatlar bilan ta'minlash darajasini oshirishga qaratilgan bo'lib, ularning natijasida aholining salomatligi va turmush sifati yaxshilanmoqda. Samarqand davlat tibbiyot universiteti tashabbusi bilan o'tkazilgan 2-Yevrosiyo tibbiyot kongressi va 1-Yevrosiyo hamshiralar kongressida ham ayni shu fikrlar o'rtaga tashlanib, bu borada istiqboldagi muhim reja va maqsadlar muhokama qilindi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tibbiyotdagi, tibbiy ta'limdagi islohotlar qisqa muddat ichida o'zining natijalarini yaqqol ko'rsata boshladi va bugungi o'tkazilayotgan xalqaro kongress ham mana shu islohotlarimiz doirasida amalga oshirilayotgan ishlarimizni natijasi desam to'g'ri bo'ladi. Kongressimizda nafaqat tibbiyotni qo'lga kiritgan yutuqlari bo'yicha nazariy mulohazalar, muzokaralar, balkim amaliyot jarrohlari uchun, amaliyot shifokorlari uchun master-klasslar, workshoplar, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish borasida bevosita amaliy jarayonlar amalga oshiriladi va bu ham bo'lsa shu tibbiyotimizda bugungi kundagi shaxdam qadam bilan yangi O'zbekistonimizni barpo qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarimizni bir yaqqol namoyandasi desam to'g'ri bo'ladi. 10 ga yaqin operatsiya, murakkab operatsiyalar amalga oshirildi. Alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, Samarqandda robot jarrohligi bo'yicha murakkab jarrohlik amaliyotlari master klass shaklida o'tkazildi va bizni yosh mutaxassislarimizga robot xirurgiyasida foydalanish, ularni qo'llashdagi yutuqlar bo'yicha shu amaliy bir ko'rsatmalar ko'rsatib o'tildi. Yevropa, Osiyo, O'zbekiston, Ozarbayjon, Turkiya respublikalari tibbiyot uchun birdek ahamiyatga ega bo'lgan ushbu kongressda Istanbulda joylashgan Uskudar universiteti nomidan ishtirok etyapman. Universitetimizda 24 ming talabalar tibbiyot, stomatologiya, sog'liqni saqlash fakultetlarida tahsil olishadi. Anjumanda tibb ilmining asoschisi Ibn Sino va uning merosi haqida ham alohida to'xtalib o'tyapmiz. Sababiki allomaning bugungi zamonaviy tibbiyotni rivojlanishidagi hissasi juda ham katta. Aslida bunday uchrashuvlar kasbiy fikr almashish, ilm-fanni rivojlantirishga yordam beradi. Bugungi muloqotlarimiz mintaqamiz sog'liqni saqlash sohasini yangi bosqichda taraqqiy topishida muhim ahamiyat kasb etishiga ishonamiz. Tibbiyot sohasida ilg'or tajribalar, innovatsiyalar va texnologiyalarni joriy qilish hamda hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim platforma vazifasini o'tagan anjumanda buyuk ajdodimiz Abu Ali ibn Sino merosini o'rganish va uni tadqiq etish, minimal invaziv jarrohlik va robot jarrohlik, zamonaviy texnologiyalar yordamida jarrohlik amaliyotlarini yanada takomillashtirish va bemorlar uchun xavfsizligini oshirish, saraton kasalliklarini erta aniqlash, samarali davolash usullarini muhokama qilish va o'zaro tajriba almashish, tibbiy kadrlar tayyorlashda innovatsion usullar va simulятsion texnologiyalardan foydalanish kabi muhim yo'nalishlarda olib borilayotgan tadqiqotlar muhokama qilinib, fikr-mulohazalar almashildi. Abu Ali ibn Sino merosi va tibbiyotga, fanga qo'shgan hissasi juda ham ulkan. Chunki mana bu yili biz Abu Ali ibn Sino bobomizning 1045 yilligini nishonlaymiz va bu yili tibb qonuni yaratilganini 1000 yilligini nishonlaymiz. Qarangki, Samarqanddagi kongress Abu Ali ibn Sino va zamonaviy tibbiyotdagi yondashuvlarni o'rganilmoqda. Maqsad aholiga ijtimoiy tibbiy
yordam berish, malakali xizmatlarni ko'rsatish va o'ylaymanki, shu bugungi kongress shu ilm, fan rivojiga hissa qo'shadi va xalqaro fikrlar, tajribalar almashuv asosida yana bizani o'zbekistonlik shifokorlar yangi yondashuvlarni o'rgangan holda aholimizga malakali xizmatlar ko'rsatadi. Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan olim va tadqiqotchilar, tibbiyot mutaxassislari bilan bir qatorda Rossiya, Turkiya, Germaniya, Xitoy, Qozog'iston, Ozarbayjon, Tojikiston va boshqa qo'shni mamlakatlardan soha vakillari ishtirok etgan Yevrosiyo tibbiyot va hamshiralar kongressida dunyoning yetakchi olimlari ma'ruzalar bilan qatnashib, tibbiyotning ko'plab dolzarb muammolariga to'xtalishdi. Xususan, tarix davomida zamonaviy Yevropa tibbiyotining yutuqlari va yo'qotishlari, laparoskopik va robotlashtirilgan jarrohlik, hozir va kelajak, torakal jarrohlikda robot yordamida amalga oshiriladigan operatsiyalarning texnik xususiyatlari, jigar ixinokokkozini davolashda laparoskopik texnologiya imkoniyatlari, to'g'ri ichakning robot jarrohligi kabi bir qator mavzulardagi ma'ruzalarda sohadagi ilg'or tajribalar, yangi davolash usullari va ularning samarasiga e'tibor qaratildi. Samarqandda o'tkazilayotgan Yevrosiyo kongressi ham dunyoda jarrohlik sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlarni amaliyotda qo'llash, uni rivojlantirish uchun muhim muloqot maydoniga aylandi. Bu tadbir doirasida ishtirokchilar o'z taqdimotlari, ma'ruzalari bilan ishtirok etib, mahorat mashg'ulotlari tashkillashtirildi. O'ylaymanki, bu tibbiyot sohasidagi xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish imkonini beradi. Xalqaro kongressning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, uning doirasida respublikamiz hamda xorijlik yetakchi mutaxassislar tomonidan laparoskopik ginekologiya va urologiya, intervension radiologiya va lazer proktologiya yo'nalishlarida hamda hamshiralik kurslari orqali muhim mavzularda mahorat darslari o'tkazildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı olarak çalışıyorum. İzmir Iqtisodiyot Universiteti Sog'liqni saqlash fanlari fakulteti dekani bo'lib ishlayman. Soham jarrohlik hamshiraligi. Yevrosiyo hamshiralar kongressi hamshiralik sohasidagi muhim anjuman bo'lib, sohani rivojlantirishga katta yordam beradi. Kongress ishida Turkiya, Ozarbayjon va O'zbekiston hamshiralik tarmog'ini rivojlantirish, zamonaviy yondashuvlarni birgalikda qo'llab-quvvatlash va hamshiralarning ushbu sohadagi rivojlanishini ta'minlash yo'lidagi masalalarni muhokama qilyapmiz. Xursand bo'lganimiz, jarrohlik hamshiraligi sohasida, xususan o'zbek jarrohlik hamshiralarining ish tajribalarini o'rganmoqdamiz. O'zimizdagi ilg'or ko'nikma va bilimlar bilan o'rtoqlashyapmiz. Xalqaro ilmiy amaliy kongress doirasida Samarqand davlat tibbiyot universiteti ko'p tarmoqli klinikasi xirurgik korpusi bazasida jahonning yetakchi mutaxassislari ishtirokida xirurgik, urologik, ginekologik, jarrohlik amaliyotlari va robot xirurgiyasi operatsiyalari o'tkazildi. Shuningdek, viloyatdagi og'ir darajadagi bemorlar uchun tibbiy ko'riklar ham tashkil etildi. Kongre sürecinde bizler burada 4 farklı hastanın ameliyatını Kongress doirasida Samarqand davlat tibbiyot universiteti shifokorlari bilan hamkorlikda 4 nafar bemorda murakkab turdagi operatsiyalarni o'tkazdik. Ularning 3tasi Parkinson kasalligi bilan og'rigan bemorlar bo'lib, jarrohlik yo'li orqali bosh miyaga maxsus chip o'rnatdik. Bundan tashqari Samarqandda ilk bor bemorning bosh miya qismidagi o'sma zamonaviy usulda olib tashlandi. Bu g'oyatda murakkab va noyob jarrohlik amaliyoti bo'lib, bunda 2 sm o'lchamdagi kesma orqali bosh miyadagi o'sma olib tashlanadi. Ahamiyatli tomoni, bemor tezda sog'ayib, sog'lom hayotga qaytadi. Amaliyotlarni onlayn tarzda shifokorlar kuzatib borishi ularni kelgusidagi tajriba va ko'nikmalarni oshishiga yordam beradi. Bu kabi operatsiyalarni samarqandlik shifokorlar bilan birga davom ettirish masalalarini ushbu kongress davomida kelishib oldik. 7 yoshdagi qiz bolada murakkab patologiya aniqlangan, bosh miyaning eng chuqur tizimlarida joylashgan o'sma patologiyasi aniqlangan va ushbu o'smadan biopsiya olish, ya'ni qisman olib uni tekshirish maqsadida yuqori texnologiyali innovatsiya texnologiyalarini bugun mahorat darsi sifatida o'tkazmoqdamiz. Bu texnologiyada mini-invaziv, ya'ni kam invaziya qilinadi va bosh miyaning eng chuqur tizimlaridan zararlantirmasdan, bosh miyaga ziyon yetkazmasdan namuna olish imkoniyati bo'ladi. Va keyinchalik ushbu namuna natijasiga ko'ra bemorga nur va ximiya terapiyasi berilib, bemorning hayotini, sifatini saqlab qolish, hayotini uzaytirish va tuzalishiga yordam berish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, Turkiya Respublikasining Izmir shahridan kelgan boshqa professorlar guruhi ishtirokida orqa miya patologiyalarida elektrodlar, chiplar o'rnatish bo'yicha ham mahorat darslari o'tkazilmoqda.
Samarqand davlat tibbiyot universitetida respublikamiz bilan bir qatorda dunyoning ko'plab mamlakatlaridan, jumladan Hindiston, Pokiston, Xitoy, Rossiya, Janubiy Koreya, Turkiya, Filippin, Nepal, Bangladesh, Afg'oniston, Qozog'iston, Tojikiston kabi mamlakatlardan jami 3200 dan ortiq xorijlik talabalar tahsil olmoqda. Universitet bugunga qadar sifatli va yuqori texnologiyali innovatsion ta'lim dasturlari orqali ko'plab talabalarni o'ziga jalb qilish barobarida bir qator xalqaro miqyosdagi yutuqlarga ham erishib kelmoqda. Jumladan, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida akkreditatsiya va sifatni ta'minlash bo'yicha Yevrosiyo markazi mustaqil akkreditatsiya va reyting agentligi tomonidan Samarqand davlat tibbiyot universitetining ta'lim faoliyati sifatining jahon standartlari va mezonlariga muvofiqligi tahlildan o'tkazildi hamda xalqaro institutsional akkreditatsiya sertifikati topshirildi. 2030-yilga qadar amalda bo'ladigan mazkur akkreditatsiya nafaqat universitet, balki unda o'qiyotgan minglab talabalar uchun ham katta imkoniyatlar eshigini ochib, bitiruvchilarning diplomlari xorijiy davlatlar va ish beruvchilar tomonidan tan olinishiga zamin yaratadi. Kongress doirasida Yevropa akkreditatsiya markazini institutsional akkreditatsiya sertifikatini qo'lga kiritdik. Bu ham bo'lsa bizni Samarqand davlat tibbiyot universiteti uchun juda katta yutuq. Bu Yevropa akkreditatsiya markazidan olayotgan ikkinchi sertifikatimiz va bu sertifikat bizni universitetimizni jahon miqyosida o'zini mavqeini mustahkamlashga yana bir katta qadam bo'ladi desam to'g'ri bo'ladi. Bugungi kunda 3200 dan ortiq xorijiy talabalar bizda tahsil olyapti. Bu degani 3200 dan ortiq shifokor bo'lishni xohlovchi bo'lajak shifokorlarni bizni universitetimiz ishonchini qozonib, o'zini bag'riga chorlayapti va bu ham bo'lsa shu yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni natijasi ham to'g'ri bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, Samarqand davlat tibbiyot universiteti tashabbusi bilan o'tkazilgan 2-chi Yevrosiyo tibbiyot kongressi va 1-chi Yevrosiyo hamshiralar kongressi respublikamizda tibbiyot sohasini yanada rivojlantirish, o'zaro bilim va tajriba almashish, innovatsiyalarni sohaga keng joriy etish, shuningdek, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, tibbiyot va hamshiralik sohalaridagi aloqalarni chuqurlashtirish va ilmiy tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishi bilan ahamiyatli bo'ldi.